Assalomu alaykum. Moskvada musofir yurgan vatandoshlar, Moskva, Toshkent, Moskva yo'nalishlari bo'yicha avtobuslarimiz kirib keldi. Mana yurtdoshlar, hamyurtlarimiz kelib, Moskva metro Katennikiga kelib tushmoqda yurtdoshlar. Sankt-Peterburg viloyatida yurgan vatandoshlarimiz ham bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilsanglar bo'laveradi. Agarda kimda dokument chata olsa, bemalol murojaat qilib, o'zingizlarga kerakli savollarga javoblar topsanglar bo'ladi yurtdoshlar. Mana Moskva, Toshkent, Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobuslar hamda haftaning seshanba, juma kunlari Moskvadan prямо Toshkent, Samarqand, Buxoro, Karvon bozorgacha avtobuslar amalga oshirilmoqda. Qo'shimcha reyslar amalga oshirilmoqda do'stlar. Moskva, Toshkent, Moskva, Sankt-Peterburg viloyatida yurgan vatandoshlar ham yana bir bor qaytarib o'tamiz, esinglardan chiqarmanglar. Через Moskva ketsanglar ham har haftaning dushanba, payshanba kunlari prямо Toshkent Sobir Rahimovdan Sankt-Peterburg viloyatiga ham reyslarimiz amalga oshirilmoqda yurtdoshlar.